Endi bir ishga gap qilamiz, hurmatli vatandosh, leksiya so'zlab boldik. Endilikda muhokama qilaylik sizlar bilan birlikda. Biz yuqorqi leksiya dedik. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo qo'ygan talablari oshkorlandi dedik. Bu oshkorlangan talablar hozir birinchi qadamda oshkorlangan talablar. Qaysi talablar? Diqqat qiling mana. Birinchi, tamoyni baja qo'ymaslik. Bu deganlik ikki davlat o'zaro savdo qilishganda odil, ahli adolat doirasida o'zimiz tuzishgan nizom, normalar va prinsiplar asosida bordikalda qilaylik, savdo tijorat qilaylik. Buni bu taraf qo'yib turaylik bu fikrlarni. Endi tamoyni baja qo'ymaslik. Mening mahsulotlarim sana eksport qilinsa, masalan, sening mahsulotlaring menga eksport qilinsa, o'zaro bajelishmaymiz deydi. Xo'sh, hurmatli vatandosh, Jungolik bunaqa bardoshlik bera olamdi. Hukumat nim bilan faoliyat qiladi Xitoyning shunchalar cho'ng imperiya, hokimiyati, siyosiy hokimiyati, imperiyalashgan feodal siyosiy hokimiyati nim bilan harakat qiladi? U moliya bilan harakat qiladi. Undaqda xo'sh, prezidentning Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump apandining hukumatining bu sharti, masalan, biz savdo tijorat qilganda o'zaro bajelishmaslik degan sharti agar ishga oshadigan bo'lsa, Jungoning moliyasiga kiradigan kirim qayerdan keladi? Boshqani qo'yib turaylik. Undaqda sen davlat egiligidagi shirkatlarga pul berasan. Davlat egiligidagi shirkat deydigan shirkatlaring bor. Yaqindan biri xususiy shirkatlarni taqovatsan. Bu xususiy shirkatlarda partiya qurvatsan. Hukumat bilan shaxsiylar, xususiylar birlashgan, davlat egiligi bilan xususiylar birlashgan siyosatni 57-yili, 20-asrning 1957-yillik siyosatni o'ttirg'i chiqaryapsan. Qisqasi, hozir xususiy shirkat ochganlar, boy bo'lgan xususiy savdogarlar Uyg'urlarga oyoq turtsin, hozir Xitoyning savdogarlari bir-birlab turmalarga tashlandi deb o'tamlar. Demak, hozir chet elliklar aytayotgan dastlab qadamda Jungoda shakllangan burjuaziya sinfi. Burjuaziya sinfi bo'lish uchun ikki shart kerak. Biri boylik, kapital, ikkinchi siyosat maydoni. Siyosat maydoni deganda shu burjuaziya bo'lg'uchi kishining siyosiy maydoni nima? Siyosiy pozitsiyasi nima? Jungoda buni erishish mumkin emas. Siyosiy pozitsiyasidan nima deb savol qo'yishim mumkin emas. Lekin agar Jungoda birov boylikka erishdi desa, o burjuaziya sinfi bo'lish qarab yuzlandi desa, hozirgi hol nima? Mo'sh bir haftadan beri Jungoda xususiy shirkat yoki xususiy kapital yoki milliy burjuaziya yoki o'rta burjuaziya yoki burjuaziya sinfining bosh ko'tarishiga Xitoy hukumatı yo'l qo'ymaydigan bo'ldi. Endi ona qo'yib turaylik bu gaplarni. Hozirgi gap birinchisi tamoyni baja qo'ymaslik. Xo'sh, Jungoning moliyasi qaysi yoqdan qapandiriladi? Jungo moliyasiga kirim qaysi yoqdan keladi? Birinchi. Ikkinchi, asli tamoyni baja qo'yilmaydigan savdo qo'rg'onlari masalasi. Masalan, chegaradan kirganlik uchun tamoyni baja qo'yildi desa, chegaradan kirib bo'lgandan keyin yana asli tamoyni baja qo'yilmaydigan savdo qo'rg'onlari deganda chet el shirkatlari Jungoda ishlab chiqargan mahsulotlar yoki chet el shirkatlari tamoyni bajini to'lab bo'lib elib kirgan mahsulotlarni top setish, parcha setish, baho qo'yib setish, bahoni o'zi qo'yib setish yoki bozor ta'minlagan baho, taxtay bahosi bo'yicha setish yoki asta tuvallatib setish yoki yo'q qo'rlatib setish, ya'ni bozorning ahvoli qarab ish ko'rish, besilib qolmaslik uchun tez setib etish yoki bahoni yo'q qo'yib o'rlatib setish, bu tamoman har bir savdo qiluvchining o'zining ixtiyoridagi shu. Chunki bozor shu ixtiyorlikni shularga bergandilar, ondan bu yerda savdo va tijorat bo'ladi. Biroq Xitoy hukumati bularga savdo qo'rg'onlari qurib olib, onu cheklaganligi uchun bugun Amerika Qo'shma Shtatlari ikkinchi masala sifatida Jungoga qo'ygan talab nim bo'ldi? Aysa tamoyni baja qo'yilmaydigan
savdo qorg'onlari masalasi. Mesela Amerika'nın şirketleri, yemek şirketleri mi kırdı o? Kenteci degenlerini tat. Moşlarını köz tutuyordu. Üçüncü, eksport savdosu bilen şugullanganlığı üçün şirketlerge qoşumça hak qoşup vermezsek. Mesela eksport şirketi degende Jungo Petrokimya şirketi degende kendi çoğun şirketler o. Onundan tövenrek şirkette, tokup çıkarılan şirketler, tayyorlangan kiyim-kechak mahsulotlarini ishlaydigan shirkatlar degandek. Mo'sha shirkatlarning hammasi deyli Jungodan o'zlari o'z oldiga tamoyda beji ama tashqi savdo huquqiga ega bo'lib, tamoydan mal chiqaradigan bo'lsa, masalan Jungo tamoydan mal chiqaradigan bo'lsa, Amerika, Angliya, Germaniya degan davlatlarga o'zlari ishlab chiqargan mahsulotlarni eksport qiladigan bo'lsa, Xitoyning qo'ygan sharti nima? Biz uzundan beri sizlarga buni so'zlab keldik, hozir ochiq bo'lmaganti. Bugun oydin bo'ladi, shuning diqqat qiling vatandosh. Xitoyning qo'ygan sharti nima? Sen agar 2 yuanga ishlab chiqargan malni xalqaro bozorga oldirib, xalqaro bozorga kirishi uchun sen 1 yuanga sotib olsang, ey shirkat, sen qaytib kelgandan keyin qayta 1 yuanni men senga to'liqlab beraman deganlikdir. Sen qaytib kelgandan keyin 1 millionni senga to'liqlab beraman deganlikda so'zlab olsam, ana yerda voqiradigan nima chiqdi? Mening halim shu birga ko't kulishga menga chora yo'q, kechiring vatandosh hozir. Sen demek bir koyga setip mahsulotini chet elga chiqara olsanglam, men senga bir koyni qo'shib beraman. Bu orqali nima qilmoqchi? Jungo mahsulotlarining raqobat kuchini oshirmoq. 4. Aqli mulk huquqini o'g'irlashni to'xtatish. Aqli mulk huquqi deganda sizlarga ma'lum bo'ldi. Amerika shirkatlaridan bo'lsin, yoki boshqa yo'llar bilan bo'lsin, patent huquqini tartib olish, o'g'irlab olish, majburlab berish, majburlash, qisqash degandek. Shu huquqlarning hammasini qisqashni, majburlashni to'xtatish. 5. Chet el shirkatlarini texnika o'tinib berishga majburlashni to'xtatish. Şu aqli mulkni yana chet el shirkatlarining bo'libmi Amerika shirkatlarining aqli mulkni Xitoyga o'tkazib berishni majburlashni to'xtatish. Buningda maqsad nima? Hozir tayinlayotgan eng buyuk yo'l Xitoyning tijorati, Xitoyning taraqqiyoti dal mush yo'lga tayinadi ekan vatandosh. Chet el shirkatlari texnika berdi ekan, o texnikaga tayinib Xitoy ishlab chiqardi ekan. Chet el shirkatlari texnika berdi ekan, o texnika bilan harbiy ishlarni taraqqiy qildirdi ekan. Chet el şirketleri texnika yürürken bugün Uyg'uriston qarab bakan bütün texnika chet el şirketleri bagan texnika ve chet el şirketlerini berishga majburlagan texnika bugün burningizmi, qulog'ingizmi, ko'zingizmi, harakatingizmi, so'zingizmi Uyg'urim hozir Xitoyning nazorati ostiga kelindi. Aşı texnikaning hammasi chet el şirketleri Xitoyga, ya'ni Xitoyning bexatarlik organlariga berayotgan texnikalar. Bunu bir Xitoy majburlash shaklida oladi mana mayat deyilyapti. Bir Xitoy sen bozorga, Xitoyning bozoriga kiraman desang, texnika va deydi, ixtiyoriy beradi. Mana shu. Shundaq majburlashni hozir Amerika Qo'shma Shtatlari to'xtatish kerak deb Beijingga talab qo'yibdi. 6. Amerikaliklar o'zlarining shirkatlariga o'zlari ega bo'lishga yo'l qo'yish. Bu deganlik qiziq hikoyalar borki, hayron qalasiz ey vatandosh. Amerika şirketleri Jungo'ga kirib bir şirket quraman deb bir viveskini osqanda Xitoy yana bir şirketni, Xitoyda qurilgan Xitoy şirketni ekilib bu şirketga tangadi ekan. Sen cho'qim shu Xitoy shirkati bilan birlashma shirkat qurasan, shu vaqtida men sana savdo tijorat qilish kengashkisi beraman. Agar bu şirketni o'zingning qo'yniga olmasang, men sana savdo tijorat kengashkisi bermayman. Aqlingiz yetmaydi. Hele ki 4 Xitoy birleşip qurgan şirketi bu 4 Xitoyning ya savdo tajribasi yo'q, ya savdo tijorat qilish iqtidori yo'q, ya savdo tijorat qilish dasmisi yo'q, ya savdo tijorat qilish zamoni yo'q, vakani maqti yo'q. O nima bir rodopaydak Amerika şirketleri çaplanish kerak, chaplish kerak. Şu vaqtda Amerika şirketleri qilayotgan savdosi va uningdan kirgan foydani bu bekatalat Xitoylarga o'tinib berish kerak. 68 yil bo'ldi-ku. Ko'chman Xitoyning qo'shig'ida baxtonga Uyg'ur. Men dal shuning o'xshash qilish kerak deyapti. Endi bularning hammasi hozir Amerika bekor qilish to'g'risida
Bularning hammasi hozir Amerika bekor qilish to'g'risida Xitoyga talab qilib o'tirib qo'ydi. Bu dastlabki qadamda hozir oshkorlangan talab. 6 talab. Men sizga o'qib o'tayani qayta bir anglab qo'ying. Tamojda beji qo'ymaslik birinchisi. İkincisi, asli tamojda beji qo'yilmaydigan savdo qo'rg'onlari masalasi. Üçüncüsü, eksport savdosi bilan shug'ullanganligi uchun shirkatlarga qo'shimcha haq qo'shib bermaslik. Bu raqobat kuchini oshirish. Endi musha davatimiz hammada maqsad nima? Texnikani berishga majburlash, haq qo'shib berish, tamojda beji qo'yilmaydigan sohalarda Amerika shirkatlarini qiynash, to'sqinlik paydo qilish, tijorat geniş kisbermeslik, muşlarının hemmisi tegi-tekten aytganda bu yerda savdo qo'g'dini sharkisi bilan Amerika emas, Jungo shug'ullanayotgan bo'ldi. Tegi-tekten aytganda savdo urushini Amerika emas, Jungo allaqachon o'zi boshlagan bo'ladi vatandosh. Mana qarab bakın. Hozir bu oddiy gaplar, siz bizga qaraganda oddiy gaplar. Buning ichida hozir nihoyat egri gap qaysi desangiz, birinchisi tamojda beji qo'ymaslik. Chidiy olamsiz Jungo hukumati? O'g'il olmisiz? O'g'ilvolchilikdan gap qiladingiz-ku, nochilikdan gap qiladingiz, keling emsa. Haq va adolat, ahli adolat nizom va prinsip asosida biz siz bilan savdo qilamiz. Mana o'xshash mutahamlikda qilmaysiz, mardlik bilan kelasiz. Demak, bu masalalarga Jungo ma'qul deydigan bo'lsa, Jungoning sanoat sistemasi qurilmasa, davlat egiligi shirkat sistemasi qurilmasa, Jungoning savdo sistemasi qurilmasa, Jungoning iqtisod sistemasi qurilmasa, hammasi chak-chakidan besiladi degan gap. Demak, iqtisodni markazlashtirish, huquqni markazlashtirish Xitoy Kompartiyasining Jungoga hukmronlik qilishdagi birdan-bir angishtardir. Hozir bu ishdagi Xitoy siz ma'qul deysiz, ma'qul demisiniz, men sizga besim ishiltaman. Shu kunda qoldingiz, siz ma'qul deysiz. Shunga Xitoy hozir nima deydi? O'tgan Chingshaoning nima dedi? Jungodan Amerikaga ma'qul deyish orqali erishgan foyda ziyon yoki kelgan foyda ziyonga qaraganda ma'qul demay kelgan